Sessiyada Xalq deputatlar tuman kengashining 20 nafar deputatlar 17 nafar ishtirok etmoqda. 3 nafar deputat turli uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Sessiya ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, bo'lim boshliqlari, tegishli tashkilot rahbarlari, siyosiy partiyalar, tuman kengashlari va ommaviy axborot vositalari vakillari hamda tuman hokimi Bekzod Turg'unov Toshpo'latov ishtirok etmoqda. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar ko'rib yetarli? Ochilsin degan taklif tushyapti. Sessiyani ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishdan so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, taklif bir ovozdan qabul qilindi. Xalq deputatlari Zardor tuman kengashining 7-shahar 21-sessiyasini ochiq deb e'lon qilindi. Sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 9-Nurobod saylov okrugidan deputat Sarimova Marva Hamdamovani sessiya kotibi etib saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Agar yo'q bo'lsa, boshqa takliflar bo'lmasa, Sarimova Marva Hamdamovani bugungi sessiya kotibi etib saylash bo'yicha ovoz qo'yaman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. O'z joyiga egallashini so'rayman. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanov komissiyasini saylab olishimiz zarur. Mana bu sessiyadan boshlab sanov komissiyasi masalasi kiritiladi. Bu viloyat kengashida ham shu masala yangi bizga joriy etildi. Sanov komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Isroilova Mahfuza Ne'matovna sanov komissiyasi raisligiga, Sarim Soqov rahmat o'tirdi. Furqat O'rolovich sanov komissiyasi a'zoligiga, Hajibul Sahobiddin Sirojiddin o'g'li sanov komissiyasi a'zoligiga. Sanov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar yo'qmi? U holda tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishdan so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Sanov komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Qo'shimcha va o'zgartirishlar bormi? Agar yo'q bo'lsa, kun tartibini tasdiqlash masalasini ovozga qo'yaman. Tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishdan so'rayman. Rozilar, demak qarshi
qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ish reglamentini quyidagicha tasdiqlashni taklif qilaman. Mavzu uchun 10 daqiqa, so'zga chiquvchilar 5 daqiqa, taklif savol javoblar uchun 3 daqiqa. Qo'shimcha o'zgartirishlar bormi? Agar bo'lmasa tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishdan so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ahmedov Elyor Bahromovning 2025-yil 12 oy davomida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarlikdan oldini olish borasida amalga oshirilishini to'g'risida hisobotni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Sirdaryoning 2024 tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan 2025-yil 12 oy davomida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot bersam. Jinoyatlarni barvaqt oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarni fosh etish borasida amalga oshirilgan tezkor profilaktik tadbirlar natijasida 2025-yil 31 dekabr kuniga qadar tuman hududida jami 172 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 15 taga yoki 9.6% ga oshib ketgan. 2024-yil 31 dekabr kuniga qadar 157 tani sodir etilgan bo'lsa, jumladan uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar 37 tadan 36 taga, o'ta og'ir jinoyatlar 5 tadan 4 taga kamayishiga erishilgan. Bir vaqtda kam ahamiyatli jinoyatlar 36 tadan 37 taga, og'ir jinoyatlar 79 tadan 95 taga o'tishib ketishiga yo'l qo'yilgan. Oldini olish lozim bo'lgan jinoyatlardan bosqinchilik, talonchilik, transport vositasidan olib qochish, mulkdan qasddan nobud qilish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish jinoyatlari sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. O'g'irlik 12 tadan 7 taga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 8 tadan 2 taga, oilaviy zo'ravonlik 2 tadan 0 ga, voyaga yetmaganlar jinoyat bilan jinsiy aloqa qilish 1 tadan 0 ga, aliment to'lashdan bo'yin tovlash 3 tadan 1 taga kamayishiga erishilgan. Bir vaqtda qotillik 2024-yil sodir etilmagan, 2025-yilda bitta sodir etilib, uni muhokamasini ham viloyatimizda rahbarlari kelib qildi. Lankor mahallasida yilgi boshida ukasi akasini pichoqlab o'ldirgan holatini hammalaring xabarlaring bor. Nomusga tegish jinoyati o'tgan yil sodir etilmagan, 2025-yilda bittaga. Og'ir tan jarohati yetkazish o'tgan yil sodir etilmagan, 2 taga. Firibgarlik jinoyati 7 tadan 9 taga, bezorilik 2 tadan 3 taga. O'lim bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalari 5 tadan 8 taga. Yengil tan jarohati yetkazish jinoyati o'tgan yil sodir etilmagan, 4 taga. Tuhmat qilish 1 taga, haqorat qilish 1 taga, voyaga yetmaganlarga uyatsiz buzuq harakatlar qilish 3 taga oshib ketishiga yo'l qo'yilgan. O'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish 3 tadan 3 taga. Xavf ostida qoldirish 1 tadan 1 taga o'tgan yilga nisbatan barqaror saqlangan. Aniqlanadigan jinoyat qo'shmachilik bilan shug'ullanish 2 tadan 1 taga, giyohvandlik moddasi bilan saqlash 5 tadan 2 taga, giyohvand moddasini ichish 3 tadan 2 taga, qalbaki dori vositalarini sotish 6 tadan 3 taga jinoyatlarni o'tgan yilga nisbatan aniqlanmagan bo'lsa-da, tovlamachilik 0 dan 3 taga, odamlarni yo'llash 1 taga, noqonuniy qimor o'ynash 1 taga, ma'mur nazorat qoidasini buzish 2 tadan 3 taga, noqonuniy qurol saqlash 1 tadan 3 taga, talon-taroj qilish 6 tadan 7 taga, poraxo'rlik 3 taga, ekstremizm jinoyatlari 2 tadan 3 taga jinoyatlarni aniqlash ijobiy natijaga erishilgan. Giyohvand moddasini o'tkazish 1 tadan 1 taga, psixotrop moddasi muomalaga kiritish 1 tadan 1 taga, qalbaki jinoyatlarni foydalanish 2 tadan 2 taga o'tgan yilga nisbatan barqaror saqlangan. Eng hozirgi kunda viloyatimizda, respublikamizda sodir etiladigan global jinoyatlardan bo'lgani bu kiber turdagi jinoyatlar. O'zimizda safimizda ichimizda o'tirgan odamlar ham ayrimlarimiz mana shu kiber turdagi sodir etiladigan firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlariga aldanib qolayotganligimiz bu achinarli holatlardan biri.
Kiber turdagi jinoyatlar 79 tani tashkil etib, 2024-yilda 62 tani tashkil qilgan. O'tgan yilga nisbatan yana o'sha kiber turdagi jinoyatlarimiz oshishiga yo'l qo'yildi. Bundan 38 tasi firibgarlik, 38 tasi o'g'irlik va 3 tasi boshqa turdagi jinoyatlarni hissasiga kiradi. Kiber turdagi jinoyatlarga ozroq uzoq berib o'tadigan bo'lsam, ruxsat bersalaring. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz kam, tumanimizda deyarli bu bo'yicha mutaxassis yo'q. Men o'zim ham Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qigan bo'lsam, bu kiber bo'yicha mutaxassis emasman. Viloyatimizda ham bu bo'yicha xodimlarimiz uncha hali ko'paymaganligi hisobiga mana shu turdagi jinoyatlarni ochishga qiynalamiz. Bunda kiber turdagi jinoyatlarni oldini olishda sizlarning ham bizlarga yordamlaring kerak bo'ladi. O'zlaringning tashkilotlaring bor, o'zlaringning xodimlaring bor. Ana shularga ham tushuntirish berishimiz kerak. Telegramdan keladigan har xil turdagi SMSlarga e'tiborli bo'lib qarab ochsa yutqizib qo'ymaydi. Agar qaramasdan turib e'tiborsizlik bilan ochadigan bo'lsa, uni yutqizib qo'yadi. Mana shu sodir etilgan 79 ta jinoyatdan 3 tasi ochilgan. Qolgan hech qaysisi ochilgani yo'q. Ochilmasdan qolgan jinoyatlar. O'tgan yilga sodir etilgan 62 ta jinoyat ham ochilmagan, hammasi ochilmasdan qolgan. Mana hozir oxirgi kiber turdagi bo'ladigan jinoyatlarimiz mani Telegram kanalimni egallab olyapti. Mana shu kecha kunduzda hakkerlar mani Telegram kanalimni egallab olib, mani Telegram kanalimdan hammaga SMS yuboryapti, tanishlarga. Menga plastikim debdi. Menga srochniy 8 million pul ber, srochniy 10 million pul ber, keyin qaytarib beraman senga degan. Mana shu oxirgi bir haftada shu narsa ketyapti hozir. Nachalnik militsiyaning Telegramga kelyapti, nachalnik militsiya bir marta xizmat aytsa aytibdi, tap tashlayvermaylar. Hokimdan kelyapti-ku, hokim bir marta aytsa aytibdi, tashlayvermaylar. Bu noto'g'ri narsa. Yutqizib qo'yasizlar. Buni yutqizish kerak hammaga. Bu bo'yicha ko'p endi vaqtlarini olmoqchi bo'lsam, shaxslar kesimida tahlil qilinadigan bo'lsak, tuman hududida voyaga yetmaganlar, ishlamaydiganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga yo'l qo'yilmadi. Shuningdek, yoshlar tomonidan sodir etilgan 16 ta, 2024-yilda 17 ta, bittaga kamayishga erishilgan. Mastlik holatda sodir etilgan jinoyat 5 ta, o'tgan yil 7 ta, 2 taga kamayishga erishilgan. Sudlanganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 4 ta, 2024-yilda 5 ta, bittaga kamayishga erishilgan jinoyatlar turlariga ko'ra. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 2024-yilda 2 ta bo'lgan, bu yil 3 ta bo'lib, o'tgan yilga nisbatan bitta ko'payishiga erishilgan. Guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyat 3 taga 6 taga ko'paygan. Jamoat joyida sodir etilgan jinoyatlar 4 tadan 5 taga, bittaga oshib ketishga yo'l qo'ygan. Giyohvandlik moddasi yo'nalishi bo'yicha 2025-yil 31-dekabr kuniga qadar shu yilning yo'nalishi bo'yicha jami 9 ta jinoyatlar yil davomida qayd etilgan. Psixotrop bilan bog'liq jinoyatlar 3 tani tashkil qiladi. Qidiruv yo'nalishi bo'yicha sodir etilgan tumanimizda jinoyat sodir etib, qidiruvga tushgan fuqarolar 2025-31-dekabr kuniga qadar tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan qidiruvda bo'lgan 2 nafar, 2024-yilda 4 nafar qidiruvdagi shaxslarga nisbatan qidiruv tadbirlari olib borilgan. Qidiruvdagi shaxslarning ushlanish foizi 70% ga o'tgan yilga nisbatan yaxshilanishga erishilgan. Bizda o'sha bitta qolyapti, qidiruvdagi shaxsimiz bu eskidan ekstremizm bilan bog'liq Oqbuloq mahallasidagi ko'pchilik juda yaxshi biladi. 2025-yil 31-dekabr kuniga qadar Zardor tumanida 2 ta qizil mahalla bor edi. Bu mahallalar yoshlik va taraqqiyot mahallalari qizil mahallada qolyapti. Sariq mahallamiz 9 ta, bular Ravot, Navbahor, Lavnikor, Adrabod, Yangiyobod, Oybek, Shodlik, Nurafshon va Navoiy mahallalari bo'lib, qolgan 12 ta mahallamiz yashil toifaga kiritildi. 2025-yil 3-yanvar kunida birinchi sonli qarorimiz bo'yicha tumanimizda bir qancha ishlar jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha amalga oshirildi. Bu amalga oshirilgan ishlar o'zlarimizning yutug'imiz bilan so'z bersalar, ba'zida o'qib o'tirmoqchi emasman. Lekin 2026-yilning 5-yanvar kuni yana xuddi shunday prezidentimiz va birinchi, ikkinchi sonli qarorlarni qabul qilib, o'sha mahallada jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha
bir qancha vazifalarni berdilar. Bu 2026-yil 5-yanvarda prezident 1 va 2 sonli qarorlari bilan bizda 4 ta mahalla og'ir kriminogin vaziyati og'ir mahallaga yana kiritilyapti. Bular Ravot mahallasi. Ravot mahallasiga tumanimiz hokimi Bekzod Turg'unovich mas'ul etib belgilandi. Taraqqiyot mahallasiga man ichki ishlar boshlig'i, Oybek mahallasi adashtirmiz ijroslar. Ravot mahallasiga tuman prokurorimiz Masharif Ravshnaka, Taraqqiyot mahallasiga man, Oybek mahallasiga tuman hokimi Bekzod Turg'unovich, Navoiy mahallasiga man birinchi o'rinbosari Muhammadiyev Fazliddin. Ma'ruzam qisqacha shulardan iborat. Agar savollaringiz bo'lsa, javob berishga tayyorman. Savollar bor. Endi 2026-yilda, 2025-yilda qilgan ishimizdan ham 2 barobar ko'proq ish qilsak, natijaga erishamiz. Ancha jinoyatlarimiz, oldini olish kerak bo'lgan jinoyatlarimiz o'tgan yilga nisbatan kamayishiga erishilgan bo'lsa-da, ayrim toifadagi jinoyatlarimiz oshib ketgan. Mana ma'ruzada o'qib berdim. Bizda asnoviy oxirgi vaqtda sodir etiladigan jinoyatlar oila turmush doirasidagi jinoyatlarimiz bilan kibr sohasidagi jinoyatlarimiz bor. Oila turmush doirasidagi jinoyatlarni kamaytirish uchun o'sha mahallani yettiliyi, o'sha mahallani oqsoqoli, o'sha mahallani deputati bilan birgalikda o'sha oilada tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Qilinadigan ishlarni 2026-yilda ma'ruza qilib o'tirmadim. Agar ruxsat bersalaringiz, savollaringiz bo'lsa marhamat. Savollar bormi? Hozir 11da prezident seleksiya bor, shuning uchun sal qisqaroq qildim. Agar savollar bo'lsa, ko'p chiqmagan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar sizlarda boshqa takliflar bo'lmasa, ovoz qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Elli Bahodir sizga qaytaraman. Rahmat. Endi kun tartibida ikkinchi masalaga o'tamiz. Tuman adliya bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Bozor Abdushukurning tumandagi davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi hamda huquqni qo'llash amaliyoti yuzasidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobotini eshitamiz. Marhamat, Bozor. O'tirib davom ettirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Tuman adliya bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Bozor Abdushukur bo'laman. Sizlarga o'zimni qisqacha axborotni tayyorlab berganman. Sharqot tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yil 12 oy mobaynida bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-fevraldagi 61-55 sonli farmonining 18-bandiga ko'ra 2021-yilning 1-iyuldan boshlab mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qarorlarni faqatgina e-qaror elektron tizimi orqali tayyorlab qabul qilish amaliyoti yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu amaliyotga ko'ra 2025-yilning 12 oyi davomida e-qaror elektron tizimi orqali tuman hokimining 223 ta qarori va 118 ta farmoyishi, mahalliy kengashining 158 ta qarori, jami 198 ta mahalliy davlat hokimiyati organlarining hujjatlari qabul qilingan. Xususan, yuridik xizmat faoliyatini muvofiqlashtirish sohasida O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 29-iyundagi davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 5168 sonli qaroriga asosan tuman adliya bo'limida yuridik xizmat ko'rsatish markazi tashkil etilgan. Ushbu yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan 2025-yilning 12 oy mobaynida 33699 ta hujjat jami kelib tushgan. Ushbu hujjatlarning 32499 tasiga ijobiy xulosalar berilgan va 159 ta hujjat loyihalarida kamchiliklar bo'lgani uchun salbiy xulosalar berilgan. 1041 ta hujjat loyihalari esa rad etilgan. Shu bilan bir qatorda 128,364,841 million so'mlik 7 ta talabnomalar kiritilgan va 5 ta da'vo arizalari tayyorlab berilgan. Shuningdek, bu davrda davlat xizmatlari markazi tomonidan biz buni doimiy komissiyada ko'rib chiqdik, ammo o'zishda ko'rib chiqqanimizda bularga tarqatilgan, o'qib chiqqan, biz o'tgan safar bizga boshlig'i ko'rib chiqdik. Agar kimda savol bo'lsa, savolni bersin. Prezident selektori ham bor, uni ulg'urishimiz kerakda, eng muhimlarga to'xtalib o'tamiz.
Savollar bo'lsa marhamat eshitaman. Tushunarli bo'lsa, demak hech kimda savol yo'qmi? Agar savol bo'lmasa, takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bozor kattalarimiz sizga. Endi 3-masalaga o'tamiz. Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Nishonov Jahongir Qo'sarovning zarbat bilan byudjet parametrining 2025-yil 12 oylik ijro to'g'risida hisobotini eshitamiz. Jahongir eng muhimlariga to'xtalib o'tasiz, sizdan iltimos. Ikkita masala yuzasidan. Bu yerga chiqasiz. Translyatsiya bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Hurmatli qatnashchilar. Hozir mahalliy byudjetning xarajatlari 84 milliard prognoz qilingan. Shu 84 milliard 8-7 milliard. Shuni 76 milliardini o'zimiz mahalliy soliqni ushladik. 8 milliard 8-7 million so'mni viloyatdan olganmiz. O'zimiz topolmagan hisobda. Bu xarajatlarimiz sohalar kesimida ko'rsatib o'tilgan. Masalan, ta'lim shuncha, madaniyat shuncha, sizlarda bor masalasida. Lekin prognoz 84 milliard bo'lganmi, 157 milliard rasm qilganmiz. Bu sabablari masalan, kecha mana nomlar bazalt bo'ldi. Shunda 20 milliard mablag' berdi. Narigi Miholdagi maktab 12 milliard. Keyin driver loyihalar bor. 43 milliard so'm. Mana servis pointning oldiga 4 milliard. 660 million so'm 24-7ga. Hozir karmashkalar bor. Ikkita sentrda ko'rganimizdan karmashka qilmay tekizmagan. Bu 2,5 milliard atrofida mablag' ajratilgan. Bular hisobiga mana rasxod masalan boshida 84 milliard deb qo'yilganida bir investitsiya dasturlari bor, zavodlar tozalanadi. Shuning hisobiga rasxodimiz topgan pulimiz 157 milliard bo'ladi. Bu ikkita razlika bo'lib qolgan tushunmasdan ma'lumot uchun aytdim. Bundan tashqari viloyatdan respublika byudjetida moliyalashadigan mablag'larimiz bor. Bu bo'yicha savol bo'lganda men keyingi masalaga o'taman. Bo'yicha hatta sohaga foizlar qo'yilganmi o'zi? Tartibi bo'yicha ta'lim 25% bo'yicha. Bu просто ta'limga ish haqini hisoblaydi. O'zini yo'riqnomasi bo'yicha. Bu keyin общий qancha kerakligini qilgandan keyin foizi chiqarilgan. Общий masalan ta'limga kommunalga shuncha, oziq-ovqatga shuncha, masalan tibbiyot dori-darmonga shuncha hamma narsani hisoblaydi. Shkalaga solib smeta qilinadi. Keyin общий xarajatni masalan 84 million qancha bo'laydi. Keyin ta'limga shu foiz keyin chiqarib qo'yilgan. Shunchasi foizi ta'limga to'g'ri keladi 25%. Bu prognoz. Bu jarayonni o'zgarib ketadi. Masalan, zilzila bo'ldi, masalan, tom uchib ketadi. Bu 25%, 30%, 40% chiqishi. Misol uchun, favqulodda vaziyatda force majeure deydi. Yo'llarni ta'minlashni qo'yilgan. Shartli yo'llar ta'minlash qo'yilgan, juda ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Hozir yo'l ta'minlash bo'yicha kecha prezidentning aloqasiga kiritildi, u tasdiqlangan qo'yilgan. Tashrifidagi topshiriqlar kiritilgan. Mana shu yerdan To'rni sovxozgacha 4-5 chorrahasigacha mana shu masjidning oldigacha ikkitalik yo'l cho'ziladi, ikkitalik ko'chamaydi. Keyin buyog'i o'rtada 10-14 metrgacha buyog'i dashtovatga chiqib ketadigangacha, keyin sharqiy narigi tomon, narigi ko'cha, 4-5 yo'li dashtovatning yo'ligacha kiritilgan. Bir katta kilometr, 100 kilometrga yaqin bo'lib ketdi. Uning 1 kilometr asfalt 1 milliardga to'g'ri keladi. Ikkitalik Bo'lishgacha juda muammo bo'ldi. yo'q, Adirobodda. shu yo'l kiritilgan. 4-5 chorrahasigacha ikkita mana uzun ko'cha. 14 bilan 13 bilan 4-5 ko'cha kiritilgan 100 kilometrdan oshiq ketdi. Ana agar bo'ladigan bo'lsa o'zimiz tomonidan qilishimiz kerak deb tashlamaydi. Juda muammolar yo'q ko'rinadi. Administratsiyadan kelgan odamni 3
avtobusgacha shu yo'ldan Wi-Fi olib borib keldi. Bular endi tushunmagasizda. Shunga Jahongirjon qo'shimcha qilsam bo'laman. Bir hafta bo'lgan yo'q, oxirida Pardash Xuruj, Erkin aka Xolmat, hokim sayyor qabul etib to'plagan xabarimiz bor, siz to'rtta mahallan edi. Shu yerda 11 kilometr tushgan oxirida. Oxirida bizda 11 kilometr. O'sha 11 kilometr tushish uchun Erkin aka Xolmatdan bilasizda qanaqa darajadagi odam. Pardash Xurujlar juda katta janjal, g'urbat bilan Dорожный fondlar respublikadan ajratib tushyapti. Endi bundan buyog'i ta'mirlash 13gacha deyapti, chunki yo'llar juda yomon. Lekin 13dan buyog'i men xabarim yo'q, lekin o'sha yerda bitta narsani aytdi. Anvar dedi, tuman kengash deputatlar biron bir marta bizni bezovta qilmayapti dedi. Yozganman. Biron bir marta bezovta. U biz 9 kilometr tushish uchun nechta odamga yomon ko'rindik, nechta joyga murojaat qildik, oxiri tushirdik. Mana shu men va'da berdim, o'tgan safar mana tushirib keldik, ertaga boshlaydi. Shuning uchun bunaqa yaxshi taklif beryapsiz. Bitta deputatimiz masalan kengash nomidan bir necha xat chiqarsak, keyin uni olsa, masalan, mayli 1 yil 10 kilometrni bo'yasa aytgan to'lqinlar. Ikkinchi chorakda mana shu tomon birgalashib qilsak, menimcha yaxshilik bo'ladi. Yana buni ichiga kirib ko'rishimiz kerak-da. Endi ko'proq bu masala to'g'ri siz bilan bog'liq. Ichiga kirib ko'ring, mayli, masala yo'q bu bo'yicha. Jahongir masalasi yuzasidan savollaringiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Agar savollaringiz bo'lsa, ikkinchi masalani ham ikkita masalan birdaniga taslab olsak bo'ladimi? Bo'ladi. To'rtinchi masala, olmanizda bor. İlk 14 yıllarda olib qo'ydim. Mening maktabim loyihasini belgilar qachon beriladi? Mening maktabimniki o'zi olib aniqlandi. Endi summamiz maktabdan tashlab qo'ygan. Endi xalq ta'limida masalan katta qismi Doskeyga masalan 20 ta maktab shunaqa bo'lsa, 20 tani tenderga qo'yadi. Jo'latdi, tezlik davriga qo'yadi. Demak, pul bu yoqqa maktabgacha maktablarni bo'lmagan. Markazlashgan holda bu tashlab berilgan maktablar kesin. Endi kimdir yutib oladi, Yana kimda savollar bor? Savollar bo'lsa o'rtaga bersak. Demak, agar boshqa taklif savollar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Ikkita masalan birdan taslaymiz. Rozimisizlar? Rozilar. Demak, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Jahongirjon, sizga katta rahmat. Endi kun tartibidagi 5-masala Mullajon Zokirlar masalasi bor. Bu yerda kechagi mana shu bu yoqqa chiqish kerak-da, chunki prямой translyatsiya bo'ladi-da, Zokirjon. Prямой translyatsiya. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli ishtirokchilar. Hammalaringizga xabarlaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30-yanvardagi 12-sonli farmoni, o'sha farmon asosida infratuzilma ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tuzilgan. Bu jamg'arma mablag'lari tuman kengash deputatlari bilan sessiyasida qo'yilgan holda hamda ijtimoiy milliy agentlik inson markazi rahbari hamda tuman iqtisodiyot moliya bo'limi bilan hamkorlikda shu masalalar ko'rib chiqarib sessiyaga taqdim etiladi. Biz xabarlaringiz bor, yangi yil arafasida barcha tumanimizda 40 nafar kambag'al reyestrga kiritilmagan, lekin ma'lum bir borada og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalarga yangi yil sovg'alarini yetkazib berdik. O'sha masalani ko'rgandik, lekin bizga tadbirkor o'z vaqtida smeta xarajatlarini qo'yib bermagani uchun keyin bu sessiyaga qolib ketdi. 40 nafar oilalarga yetkazib berilgan, smetasi ham ko'rsatilgan. O'sha oilalarga 31.520.000 so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari yangi yil sovg'alari yetkazib berilgan. Buni kiritish kerak. Bundan tashqari xabarlaringiz bor, mana bu O'zbek 24 ko'chamizda nogironlarga ijtimoiy yo'lakcha qurildi 600 metrga. Shuni ma'lum bir qismi hokimiyat tomonidan Furqat ko'chasining qismi qolib ketgan. Shuni ham masalasini kecha smeta xarajatlarini qilib berishdi. Bunga ham 72.658.000 so'm miqdorida mablag' zarur bo'lib turibdi. Buni ham biz sessiyaga deputatlarga kiritdik. Undan tashqari mana kecha Anvarlar shu o'zimizning Oqar mahallasida Musa Parkayevda Erkin Xolmatov yig'ilishlar sayyor qabul bo'lganda o'sha mahalladagi bir qator fuqarolar ham murojaat qilishgan masalalar bo'yicha. Javobgarchilik o'razalaka degan yolg'iz yashovchi fuqaro bor. Uy-joyini ta'minlash uchun prokurorimiz ham biladi. O'tgan yolg'iz keksalar ro'yxatida turganda inspeksiyani o'rganishda u kishini bu yolg'iz keksalar ro'yxatiga to'g'ri kelmagani uchun chiqarilgan. Lekin uy juda ham abgor ahvolda
ham chiqargan. Bu yerda ham bitta fuqaroni ish qilyaptilar. So'zgona ikkinchi guruh nogiron bolalikdan nogiron bo'lgan shu Eshmamatova Zulfiya qizi Toshkentda hozir ham bugungi kunda Toshkentda bansada yotibdi. Juda ham ahvoli og'ir. 2-3 marta mana o'zimiz deputat bilan borib uyini o'rganib ham shu farzandini davolanish uchun yugurib yuribdi, lekin ma'lum ma'noda Saxovat hukumat jamg'armasiga tartibga to'g'ri kelmaganligi uchun shu infratuzilma barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan 10 million so'm pul so'ragan. Shu pullarni biz kiritganmiz. Bundan tashqari hozir ham shu narsa bo'lib qoldi. Mana Jahongir akaning xabari bor. Infratuzilma jamg'armasidan Yangkent mahallasida, mana Tinchlik mahallasida to'xtatib pillaxona qurib berildi. Xuddi shunday smeta xarajatlarini bizga yetkazib bergan yo'q. Bugun kechgacha yetkazib bergan. O'shanikini Navoiy Navro'z mahallasida ular bazal bo'ldi, xabarlarim bor. Shu Navro'z mahallasida domlarning orasiga ikkita tandirxona qurish masalasini kiritdi, lekin to'g'risi smeta xarajatlarini bugun kechgacha yetkazib bergan. Qanchaligini bilmayman. Shu xarajatlar kirib bersa, mana shu deputatlarimiz shu infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan shu mablag'larni ajratib berishdi. Men so'ramoqchiman shu narsani. Savollariniz bormi? Savollarga bilasiz. Faqat men oxir bilan keyin faqat masalasini xabarim bor. Faqat o'tiring. Savollar haqiqatan tarqatildi, yaxshi savollar. Mana bu xonadonlarga biz kirib bordik-da kecha. Juda, lekin kursalaringiz xatamga bo'ladi endi. Yana bir borib qo'yish kerak. Ertaga pul chiqarib-ku, chiqqandan keyin bir kirib panelga olib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi xatamga. Boshqa agar savol va takliflar bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar bildirib qo'ying. Voqeaga katta rahmat. Endi suv yetkazib berish xizmati direktori Qo'rg'on Bekzod Islomboyevning so'zini beramiz. Bu masala 2025-yilda ko'rish kerak edi, qolib ketgan. Juda ko'p kunlarda ko'rgan, biz qolib ketgan, chunki ko'rganimizga bu sahobaga ichiga kirdingiz-da buni. Yaxshisi ikki oz fikringizni bildirasiz, chunki hokim bilan gaplashganimizda buni ichiga deputatlar kirsin degan o'sha bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum, sessiya qatnashchilari, deputatlar. Tumanda 2025-yil vegetatsiya mavsumida 257 million metr kub suv ajratilgan. Vegetatsiya mavsumida 275 million metr kub suvni tuman chegarasi qabul qilib, suv iste'moliga yetkazib berganmiz. Limitlarni taqsimlashda iste'molchilarni sug'orish mavsumida foydalanilgan suvga nisbatan qayta hisoblab chiqilganda 190 bitta suv iste'molchisi 18 million metr kub suvni yozin issiq kelganligi sababli qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda belgilangan limitdan oshiqcha suvdan foydalanilgan. Soliq kodeksining 405-moddasiga asosan belgilangan limitdan oshiqcha suvdan foydalanganligi uchun 5 barobargacha soliq to'lash qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi Organ mahkamasining 82-sonli qarorida suvdan foydalanish va suv iste'moli qilishning belgilangan davri tugagandan keyin 2 oy muddatda ko'rib chiqishimiz kerak edi. Kechikib qoldi. Tinglovga olgan holda davr uchun olishning limitlarini qayta ko'rib chiqib, shu o'zgarishni tushuntirib bering. Bir vosita deputatlar, chunki oramizda fermerlar bor. O'sha dalada yuradi. Bu masalaga kiritilayotgan. Nima qayerda o'zgarish bo'lyapti? Suv solig'i bor. Shu solig'i bo'yicha 18 million metr kub suv ortish olingan. 18 million metr kub suvni 5 karra to'plasa 90 million metr kub bo'ladi. 9 million degani. Fermerlarga ortiqcha suv. Endi suvni fermerlar ham hisoblab oladi. Xuddi ishimizdagi suv 3 chiqargan olamiz-ku, agar 3 bo'lmasa hisob boshqacha bo'ladi. Chunki o'sha qo'yilyapti ularga. Kubiga qarab qo'yilyapti. Keyin kubiga qarab qo'yilyapti, xuddi o'lchab beradi suvni. Sotib oladi, chunki kirib kelishning o'zi tranzit o'sha xarajatlari o'shaning uchun Oshiqcha boyagi kubi fermerlar qo'yib qo'yib berishmi? Shartnoma shunday bo'lganda. shunday kanaldan keladi misolda. Har biriga qo'yilishi. Bu bo'yicha kecha bor joyiga yana boradi. u joyida bu bo'yicha hozir fermerlarga imtiyozda bu. Bilmagan holatda boyagi qo'shimcha suvni olgan, chunki uchuvchilar ham qo'yilgan-ku. Demak, oshiqchasiga 5 barobar bo'lgandan keyin fermerga jabirda. O'sha 5 barobarni biz birgalashib bular qo'yganini ko'rib chiqdik. Haqiqatan 5 barobarni limitga qo'shib qo'ydik hozir. 600 kub bo'lgan bo'lsa, bitta fermerniki 500 kub olgan bo'lsa, 500 kubni ichiga qo'yib qo'ydi. Ichiga qo'yib. Yugurtli bo'lyapti. Lugotli bo'lyapti, 110 so'mdan hisoblanadi. Shunday. Shunday. Chunki maqsad so'zsizga. Balıkçılık xo'jaliklari ko'pincha suvni zavoddan oladi-da. Ularga ham soliq hisoblanadimi? Yo'q, Zavod
oradagi sotib olinmaydigan suvda u, tabiiy. Chunki bu masalani biz gaplashdik-da. Soliq idoralari shu zavoddan olingan suvga ham soliq hisoblanmayapti-da, baribir xo'jaliklar. Chunki sotib olinmaydigan Ular beradi. gaplashdik bu tema. Ma'lumot beriladi, pul hisoblanmaydi. Fermerlar qiynalib qolyapti anvar dedi. Sahoba ichiga kirsin dedi. Men aytdim, bormoqchi ichiga kirmoqchi dedim, juda yaxshi o'tdi. Ularga yaxshiroq bo'lyapti. Fermerlar foydasi uchun bu. Bugungi masala. Yana savollar bormi? Suv masalasi bo'yicha bo'lganligi o'tgan yil 330 soni qarori bo'yicha bizim mahalladagi suvlar yaqin yetmadi, shu bo'yi qolib ketdi. Bir tomchi suv aholiga kirib kelgan. Lekin aholi bunga suv ajratib olsa kerak. Bu bo'yicha ma'lumot bormi? Ma'lumot yo'q. Dilshod aka bunday qilib, qarang, bitta deputat so'rov qilgan, suvni boshlig'iga. Endi bitta narsani bilib olish kerak, mana bu tashbak rahbarlar boridan aytaylik. Mana shu 26-yildan boshlab deputat so'roviga javob berilmasa, o'rganilmasa, avtomatik bir oyda taqiqlansa biz prokuraturaga taqdimnoma chiqaramiz. Bu javob bermaydi. Ham ola chiqaraverish masalasi. Qonuniy chiqarasiz, qonuniy javob qaytaradi bu kishilar sizga. Dilshod aka. Bu yerdan bolalar registratsiya qilib beradi o'z sizga. Pulchingiz bor, to'g'rimi? Masala yo'q. Dilshod aka. Bo'lsa. Tak, yana fikr, savollar bo'lmasa, demak, ovozga qo'yaman, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q, sizga katta rahmat. Keyingi masala tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Alimqul Farhod aka. Farhod aka, sizga 3 daqiqa vaqt beramiz. Chunki bu ko'proq sizga manfaatlidir. Doim komissiya ko'rilgan, keyin nima savol bo'lsa berasiz. Sizga uzoqda 2-3 daqiqa vaqt. Ana selektorga ham kechikishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Alimqul Farhodman. 2025-yilda bajarilgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, tuman tibbiyot birlashmasi strukturasi bitta katta ko'ptarmoqli tuman markaz poliklinikasi 400 qatnovga mo'ljallangan. Bundan tashqari bitta oilaviy poliklinika 14 va 28-oilaviy poliklinika 100 qatnovga mo'ljallangan va 130 o'rinli markaziy shifoxonada tashkil topgan. 2025-yil davomida shu 8 ta ambulatoriya poliklinikalarga mahalla tibbiyot punktlariga jami 271.731 marta qatnovlar bo'lgan. Shulardan kasallik sababli 111.177 nafar qatnov bo'lgan. Shifokorlar uyiga qatnov 18.858 martadan tashkil qilgan bu. Shundan kasalliklar ko'ruv bo'yicha 11.122 ta qatnov bo'lgan. Endi bu statistikalar sizlar vaqtlaringizni olib qilish bekorga vaqtlarni sarflamay, qisqacha muammolarni aytib o'tadigan bo'lsak, sizlar tomonidan yordam so'rab nima qilinadigan. Asosan kadrlar masalasi hammalaringizga ma'lum. Ko'p joyda bu masala viloyatimizda shu kadrlar masalasi oldinda turgan uzoq vaqtdan beri kelayotgan masala. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Yaqin yillar ichida hozir tibbiyot bilan oliygohlarda o'qiyotgan talabalar nimalar bilan shu hozir ruschasida deyapman. Shartnoma asosida ishga qabul qilinyapti. Mana 6-kursda turuvchilar ham ko'p joyda ishlayapti. Mana deputatlarimiz, mahalla raisidan xabar bor, hududlarga qo'yganmiz. Keyin xabarlaringiz bor, bundan tashqari rais bo'lib Andijon hududimizda Andijon mahallalar fuqarolar yig'inida 14-oilaviy poliklinika filialini ochishni rejalashtirib ish boshlangan, remont boshlangan. Mana deputatimiz ham xabar bor, ustalar ishlab o'sha bazasi ham, ichi ham remont boshlandi. Bundan tashqari yana bitta sizlar agar imkoni bo'lsa yordamlaringiz kerak bo'lgan faollarda shu oqardagi korpusimiz bor, oilaviy shifokor punkti deyiladi idora. Shuni bitta bo'sh turgan korpusi bor. Shuni remont qilib, qaytadan foydalanib, kunduzgi statsionar shu aholiga kerak bo'lgan tibbiy xizmatlarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu bir ikki marta mana davlat mulkini boshqarish boshqarmasidan yana bitta joyda so'radi, biz xat berib, arkaz qilib o'zimizga kerak sotuvga, arendaga chiqarmoqchi. Yonida o'zimizga balansda turibdi, kadastrda, hammasi o'zimizda. Shuni ta'mirlashimiz kerak. Iloji bo'lsa, agar balki open byudjetga qo'yamiz, balki shu targ'ibot, shu masalalarda agar yordam kerak bo'ladi, iltimos bo'lardi, oqardi deputatlar bilan yordam berish. Shu bundan tashqari
boshqa hududlarda ham mana xabarlarimiz bo'ldi. Hamma oilaviy parkinga, oilaviy shifokor punktlar ba'zan qoplandi. Keyin mana 2025-yilda 90 kunlik tibbiyotda dolzarb 90 kunlik e'lon qilinib, 90 kunlik shu davomida barcha oilaviy shifokor punktlari markaziy poliklinika hammasi ta'mirlanib, talab darajasida ishlar yo'lga qo'yildi. Eng katta bizda bo'layotgan o'zgarish mana 26-yildan boshlab davlat tibbiy sug'urtasiga o'tdik. Davlat tibbiy sug'urtasiga o'tganimizdan keyin endi har yili mana moliyani rahbari o'tiribdi, smeta tuziladida, smeta bilan xarajatlarga byudjetdan pul ajratiladi. Endi u narsa yo'q bo'ldi hozir. Davlat tibbiy sug'urtasi tomonidan pul ajratiladi. Moliyadan emas, davlat tibbiy sug'urtasi. Biz o'zimizda Demet degan programmamiz bor. O'sha programmaga har bitta kelgan bemorni nima ish qilgan bo'lsa, o'shani kiritib boramiz platformaga. Platforma orqali ular bizni ishimizni kuzatib turadi-da, o'sha ishimizga yarasha, bajargan ishimizga yarasha pul ajratib beradi. Hisobimizga pul qo'yib beradi. O'sha pul bilan moliyalashtiradi biz faoliyatimizni. Buning ichida dori-darmon xarajati, oziq-ovqat, ish haqi, kommunal to'lovlar hammasi ko'rsatiladi shu nimada. Endi shunday bo'lgandan keyin bundan buyog'iga ko'pchilik biz aholi bepul tibbiy yordam degan narsa davlat muassasasi bepul bo'lishi kerak degan narsa bor. Ko'p endi o'rgangan hamma aholi. Bu sug'urta tizimi, masalan aytaylik, hududdan keldi bitta bemor markazga. Mixiylar, masalan aytaylik, oqardan boyagi yo bo'lmasa tosh keskanda, qarabda fuqaro больницаga yotaman deb kelsa, o'zini birlamchi tizimi bor, oilaviy shifokor bu. O'sha yerdagi vrachdan yo'llanma olmay kelsa, pul to'lab o'tishga majbur bo'ladi. Buni sug'urta qoplab bermaydi bu xarajat. Agar o'zini oilaviy shifokor punktiga uchrash, mahalla oilaviy shifokoriga uchrashsa, u elektron tarzda yo'llanmani markazga tashlaydi. Mana shu bemorga shunaqa aytib terapiya yoki xirurgik yordam kerak deb tashlab bersa, bu yerdagi qabul qiladi. Qabul qilganda onlayn ko'rinib turadi. Bo'sh o'rin bor, shu kunga kelsin deb turadi. Maqsad shu orqali kesib bepul davolash. U ham bepul davoladi. Ammo qo'ygan pullarni aholiga bepul bo'ladi, sug'urta qoplab beradi-da. Sug'urta qoplab bermaydigan holatlar boyagi yo'llanmasiz kelsa sug'urta bo'ladi. Platnik qo'yga u samolyotga ketaveradi. Xo'jalik hisobidagi bo'limlarning faoliyatini yuritaveradi bu xizmatimiz. Endi mana bepul tibbiy xizmat bor, aholiga ko'rsatiladigan bepul tibbiy xizmat. O'shalar agar boyagi o'zi tartibli bo'ladi. Ko'p uchraydigan muammo bitta shu yo'llanmasi keraksa, biz yo'llanma bilan keyin qaytarib bersak, portalga murojaat qilyapti. Shuning uchun sizlarga ma'lumot berib o'tyapmiz. Ko'p sizlarga murojaat bo'lishi mumkin. Men barchaga borib pul to'la deb aytyapman. Shu tartibi shunday. O'zini oila shifokorining yo'llanmasi bilan kelsa, bepul. Balki viloyat больницасida yotmoqchi bo'lgan order bo'lardi. Hozir order degan narsa yo'q. Faqat shu tibbiy sug'urta. Biz kelgan kimdir, masalan aytaylik, kardiologiyaga yotmoqchi, yoki endokrinologiyaga yotmoqchi bo'lgan odamni ma'lumotlarimizni kiritamiz. U balgisi o'zidagi o'zining nimasi bor, shu tibbiy sug'urta qoplab beradigan xizmatlar bor. O'shanga tushadigan bo'lsa, to'g'ri kelsa, bosadi, yo'llanma shakllanadi, borib bepul yotib davolanib keladi. Agar ular tibbiy sug'urta qoplab beradigan xizmatga tushmaydigan bo'lsa, turli xizmatlarga kirmaydigan o'zini hisobidan davolanishga to'g'ri kelishi mumkin. Endi boyagi yana qaytarib aytaman, sizlar o'rdi boshqa shunaqa masala ko'p murojaat bo'lishi mumkin. Sababi yangi tizim, tushunmovchiliklar boshqa nima bor. Keyin yana bitta masala, yangi struktura shakllanib sog'liq saqlash bilan hozir tibbiyot birlashmasi deb ataladi, endi sog'liq saqlash bo'limi deb nomlanadi. Yangidan shtatlar ta'sislanadi, yangidan tizim ishlab chiqib, yangicha yo'lga qo'yiladi. Bundan keyin hamma xodimlar, o'rta tibbiyot xodimlarini ishdan bo'shatib, attestatsiya bilan qabul qilinadi degan hali boshqa rayonlarda boshlandi. Bo'lyapti. G'aldorolda o'tgan 2025-yil davomida tajriba tariqasida boshlandi tibbiy sug'urta. 100% o'rta tibbiyot xodimlari Argus tomonidan attestatsiya bilan onlayn kompyuterda o'tkazib, bundan o'tgan xodim, attestatsiyadan o'tgan xodim bir stavka to'liq ish bilan ta'minlanadi. O'tilmagan xodimlar menejer bekor qilib o'rnab bo'ldi. Shuni siz ish bo'yicha ko'p murojaatlar bo'lyapti-da, bizga ham keladi, boshqalar. Bundan buyog'i hamshiralar endi ko'p ishsiz o'tiradi. Hamshiralar Argus orqali ishga qabul qilinadi.
Argosga biz vakansiya lavozimlarni chiqaramiz. Argos o'zi bu boyagi nimasi bor, hammalarni bilasizlar, ishga o'tganmiz. Xuddi shunga o'xshab tanlov bilan ishga kiradi. Qancha biz o'zimiz mustaqil ololmaymiz. Bu boyagi ko'pchilik korrupsion holatlar oldini olish uchun ham sizlar ko'p xalq bilan gaplashasizlar. Shuni biroz uchrashuvlarda shuni ham bir aytib qo'ysangiz o'tmas bo'lardi. Ko'p juda murojaat qilib, mana kecha hammalarimiz xabarlarimiz bo'lsa kerak, internetda ham chiqib ketdi. Mana Sharof Rashid tumanida bitta hamshira ishga kirgizganda $1000 pul oldi. To'g'risi ham pulning bu yerda siqdiydi, kelgandan keyin bayatda noxolis odam bo'lsa, zarar bo'lib turgan bo'lsa, o'zim hal qilib beraman deb turib qilishim mumkin. Endi men o'zim yana bitta narsa, shu yerda bolasini, o'zim zarardor bolasini ko'pchilik bo'lishini, xalq bo'lishini bo'la boshqa bo'ladi, o'zim gaplashib beraman, boshqa qilib beraman deb turib. To'g'risida ko'p bo'lyapti-da shunaqa, o'zimga to'g'ri kelib qachon ishim hal bo'ladi, o'zim qilib qo'ydim, o'zim qilib qo'ydim deganlar holatlar bitta bo'lib turibdi. Endi maqsadi shunaqa holatlarda ham pul degan narsa bo'lmaydi. Yana qaytarib shu boyagi Argus o'qib. Yaxshi, Farhod aka, bu Argus bo'lgan juda yaxshi bo'ldi. Farhod aka masalasi bo'yicha savollar bormi? Savollar bir taklif bor. Haqiqatan tuman hokimimizdan o'zlariga mana shu xalq uchun tibbiyotda qanaqa ishlar qilsa ko'ribmiz. Agar mana shu deputatlarimizdan senga nima yordam kerak bo'lsa, mana shu moddiy texnik bazani mustahkamlash masalasi bo'yicha agar takliflaring bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan berishing kerak. Tumanning deputatlarini biz qarab turmaymiz. Tuman tibbiyotini rivojlantirish uchun qo'llangan yordam beramiz. Nima kamchilik bo'lsa aytish kerak. Haqiqatan misol uchun borsang, qanaqadir uskunalar yetishmasligi mumkin. Mana hozir oddiy bitta lift masalasida ortib, har gaplashib gaplashamiz. Shunday. O'sha lift qilishimiz kerak. Haqiqatan misol uchun hayotda men o'zim ko'rganman shu narsani. O'sha birinchi etajdan ikkinchi etajga olib chiqayotgan payti bemor yiqilib tushganlar bo'lgan. Chiqib o'sha yiqilib borish ahvoli qiyin o'zi. O'sha lift masalasida misol uchun uzi apparatlar bormi yo'qmi? Apparatdan muammo deyarli yo'q. Faqat ishlaydigan mutaxassis shunaqa apparatlar bor. Hozir turibdi-da, mutaxassis yo'qligidan ishlatmaydi. Masalan, oddiy endoskop boshqa tekshiradi, zo'r. Yo'q-ku. Bor, apparat bor, mutaxassis yo'q. Ishlatadi mutaxassis yo'q. Bitta mutaxassis juda yoshi katta bo'lib ketdi, ishlatadi. Hozir salohiyatli. Hozir zamonaviy yaxshi nimalar chiqdi-da, shularni olib kelishimiz kerak. Hozir endi shu yosh bitiruvchilar orasida tayyorlash chorasini ko'ryapmiz. Xudo xohlasa shaklda To'g'ri degan taklif juda ham to'g'ri. Tibbiyot bu birinchi masala doim. Doimiy komissiyadan ko'rib chiqdik. Farhod aka, rahmat, ancha-muncha ijobiy ishlar bo'layotganini o'z bilan ko'rib chiqdik. Yana bitta taklif bor. Birinchi taklifimiz o'sha umumiy ko'rpalar sonini nogiron bo'lgan shaxslarga 5% ajratish masalasi. Buni ham ko'rib chiqish kerak edi. Bizga bir reja qildirib bersa, biz qayerga olib boramiz ular. Chunki shunaqa holatlar bo'lib qolyapti. Endi oldin bo'lgan, hozir unaqa bo'lgan yo'q. Lekin olib borgan paytimizda joy yo'q, to'lib qolgan. Lekin nogironlarga o'zi ba'zi buyrug'i ham bor, 5% ko'rgan ajratish masalasi bo'yicha birinchisi. Ikkinchisi hozir aytib o'tdingiz, mana masalan Andijon mahallasida shu o'sha kuni qaytadan ta'minlab ishga tushirishi. Bizda o'tgan yili prezidentlik yig'ilishida shu nogironlik bo'lgan shaxslar uchun o'sha ayni texnik robotiklar yo'nalishida Argus orqali ularni ishga joylashtirish rejasi topshirib berilgan. Bu hozir tuman hokimiyatining ham KPIga kiritilgan. Mana kechagi oyda oxirida 97% bitta fuqaroni joylashtira olmaganligiga tuman rejadan chiqa olmay qoldi. Agar imkoniyati bo'lsa shu yangi ishga tushadigan joylarda ham shu texnik robotniklarga aynan nogironliklar bo'lgan shaxslar ishlashga imkoniyati bo'lgan yo'nalishlarni bizga vakansiya o'ziga ochib bersa, bizga ish talab so'rab kelyapti, hali ishga tushgan, men o'zimga ham chiqdim. Shu fuqarolar chiqyapti, nogironlar. Meni qaror qilib joylashtirib qo'ying, men santexnik o'rniga kelaman, nogironman, boshqa ish qila olmayman, dalaga chiqa olmayman, og'ir ko'tara olmayman bitta. O'shanaqa fuqarolarni ham aynan o'sha yo'nalishlarga joylashtirsak, yana ham maqsad emas. Shunlarni zorakcha buni inovatga olib qolamiz. Hozircha Andijon korpusiga shtab ajratilgan yo'q. Sababi 14-oylar parkinga filial hisoblanadi. O'sha hududga biriktirilgan 14-oylar parkingadan biriktirilgan xodimlar o'sha yerda faoliyat yuritadi. Agar siz aytayotganda qo'shimcha shtatlar ajratilib, yangi texnik xodimlar olinadigan bo'lsa, siz aytgan narsa inovatga olgan holda vakansiya chiqaramiz. Shu tanlov asosida. Yana qo'shimchalar bormi Farhod aka? Qo'shimcha men Adirobodda deputatman. Bizda shu tez tibbiy yordam mashinalar vaqtida bormagan oqibatda ko'p kasallarimiz o'lib qolgandan keyin boryapti-da, deyapti. Shuning uchun bu yo'limiz nima,
vrach masalasida men necha bor murojaat qilganman. Shu Adirobod oldimizga shu Andijon mahallasiga o'xshagan katta qilibimiz bor edi. U qisqartirilib o'rishgan ma'qul. Yo'limiz yomon va xonadonlar o'rishga borib yo'lni olish kerak, boshqa shu muammolarimiz ko'pda mana shu tibbiy yordamlar. Bu yo'l masalasini bir o'zimizga bog'liq olib, tez yordam hozir butun respublika bo'yicha hamma joyda markazlashtirilgan. Bizning Jizzax viloyatida bitta viloyatda umumiy markazi bor. Hamma tomonlama shu viloyatdan ta'minlanadi, boshqa hamma narsa, ta'minot ham, ishchilar ham hammasi viloyatdan hal bo'ladigan. Bu chaqiruvlarga vaqtida yetib borishni mayli biz ko'rib chiqib, maksimal tez yetib borishni choralari yaxshi. Kadr masalasida ham Kadrlar bilan ta'minlangan lekin bu yerda vakansiya yo'q boshqa. kelyapti, har kuni emas. Vrachlar yetadi, 14-oyga paytda. Hozircha nima bo'ldi? Sizlarga chiqarildimi? Bo'ston zonasiga qo'shimcha tibbiy tez yordam ajratilmaydi, normativga to'g'ri kelmaydi. Yo'q, xat chiqardilarmi viloyatlarmi? Men viloyat bilan gaplashib, tez yordam o'z normativ bor, normativga to'g'ri kelmaydi. Sababi yonida eski Bo'stonda punkt bor-da. Masofa ham yaqinda juda. Tibbiyot markazga ham yaqin, Bo'stonga eski Bo'stonga ham yaqin. Shuning uchun faqat bitta anonsi bo'ladigan o'sha 2026-yil mashinasini yangilab beradigan bu. Yo'q, hozir bu yerda faqatgina eski Bo'ston ketyapti-da. Shuni Tozorlik bor, Yangiobod bor. Shuni toza 5 ta mahallaga bitta mashina. Toza. Bu yoqqa nimaga? Markazga yaqin. Bo'lmasa Yangiobod bilan Tozolik alohida. Alohida qilmaydi ekan. Bo'lmasa olib berish kerak. Normativ tushmaydi. Texnika ham eski. Texnikasi o'rtaga aytib siz gaplash, sizdan kelmay gaplashdi yana. Xudo xolasa 26-yil yangi yana Hyundai'mi, Volkswagen'mi yangi beramiz yangisi. Lekin qo'shimcha post bo'lmaydi degan. Lekin ishlatib berish kerak. Normativga tushmaydi. Hozir men ko'rdimda bordim bu yerda. Boyagidek bo'lsa, telefon bo'lsa ketadi, yoki hech kim qolmaydi. Masalan, birdaniga hozir Navro'z mahallasidan keladi bizni. Bu yoqda Do'stlikdan keladi. Tozolikdan kelib qolsa. Bittasi ketgan bo'lsa, yoki boyagidek opa aytgandek og'ir bo'lib qolsa. Shuni mutazaga normativga tushmaydi degan. Endi deputat so'rov chiqarasiz. Chiqarganmiz, endi bo'lmasa u kishi javob xat yozadi. Viloyatdan Tezyoda menga qaramaydi o'zaka. Tezyoda viloyatga qaraydi. O'z alohida buyuruvchi xizmati bor, tez tibbiy yordam xizmati alohida. Hamma narsasi shu yoqdan hal bo'ladi. Lekin men siz boyagi murojaat ko'ringlarda, deputat so'rovidan keyin men o'zim gaplashdim, boshqarma boshlig'idan ham gaplashdim. Kecha yaqinda oqarda ham shu masala ko'tarildi, menimcha Shunday. tayyor qabulda qo'shimcha sari 4 kilometr, 5 kilometr naryoqda yoshlikda turibdi-da, tez yordam posti. U oqarga alohida beriladi. Yoki boya aytgandek, shu Nihol bilan orasi 5 kilometrda, 8 kilometr tozolik bilan misol markaziga ham yaqinda, markazda 2 ta post bor tez yordam. 2 ta post. Shu aholi soniga texnikasi yangilanadi. U 26 aytildi, u ba'da berilib qilindi. birinchi arafda bo'ladimi? Ulgurgancha birinchi chorak maksimal mayli so'radimiz. Boshqa yana bilan qilamiz. Hurmatli deputatlar, menimcha yetarli bo'ldi. Farhodga berilgan savollar yana hali qo'shimcha bo'lsa, bemalol deputat so'rovi bilan yapilsin, o'ziga bemalol yana murojaat qilishim mumkin. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, o'sha ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Rahmat Farhod aka. Keyingi masala Xalq deputatlar Zardor tuman kengash kotibiyati mudiri Xudoyorov Gulzoda opaga so'z. Marhamat. Deputatlar Zardor tuman kengashining 2025-yil 1-noyabrdagi 25-soni va 2025-yil 13-noyabrdagi 49-25-sonli qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilingandi. Mana shu qo'llaringizdagi nimada hamma qaror qismlari yozilgan, qaysi punktlari o'zgartirish kerak hamda tumandagi ko'p qavatli kvartira uy-joylar uchun ichimlik va oqova suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha ikkinchi ilovaga muvofiq 750 million so'm mablag' ajratilsin degan qarorga kiritilgan.
Bu o'zgartirish va qo'shimchalar hammasi bandma-band berilgan. Men hozir sizlarga anaqa qilib o'qib o'tirmayapman. Chunki qo'llaringizda bor, qaysi bandida qaysi so'zlar o'zgartirilishi kerak yoki masalan 4-ilovadagi 5-qarorning 1 va 2 ilovalaridagi sahifasidagi manzurli dastur so'zlari reja jadval so'zlari bilan almashtirilsin deyilyapti. Va qolganlari ham. Ikkinchi nimamiz, qarorimiz hammalaringizga ma'lum, har yili Xalq deputatlar Zarbdor tuman kengashining mana shu yangi 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasi ilovaga muvofiq tasdiqlab olinishi kerak. Hamda bular hammasi ish rejamiz, yangi ish rejamiz har bir deputatlarga tarqatildi. Shuni siz tasdiqlab berishlaringizni so'rab, mana shu ikkinchi masalani O'zimizda ish rejamiz. Kengashda ish rejasi. O'zida ikkita masalasi bor-da. Ikkinchi masala tushunarli. Birinchi masalasi bo'yicha savol fikrlar bormi? Bo'lmasa ikkalasini bitta tasdiqlab olsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'lmasa ovozga qo'yaman, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, o'zida ismi olib o'tirasiz. Keyingi masala ham borda, ikkalamizga tegishli. Va oxirgi masala, hurmatli deputatlar, endi men kengash raisi bo'lganligim uchun odob axloq komissiyasi raisiga odam qo'yishimiz kerak, keyin a'zoligiga sizlarga taklif kiritilyapti. Taklif shunday iboratki, bundan keyin odob axloq komissiyasida tuman hokim o'rinbosarlari masalasi ko'riladi. Masalan, intizomiy jazo qo'llanmoqchi. Hokimiyat mutasaddilari odob axloq komissiyasida ko'riladi. Shuning uchun ham men o'sha raisni saylab olishimizdan oldin a'zolikka tuman hokimining o'zini taklif qildik. Hokim qarshi emas, gaplashib oldi. Ikkinchi masala tuman byudjet masalalari o'sha to'g'rilaga ham hokimning a'zoligini qo'yapmiz. Qo'shimcha to'g'rilib o'tiryapti. Biz Sunnat, Husan, O'zbekiston kelishib olganmiz. Hokimning oldidan o'tib, hokim qarshi emas, hokim deputatimiz. Mana shu ikkita komissiyaga hokimda a'zoligini qo'shsak, nima deysiz, fikrlaringiz bormi? Agar e'tiroz fikrlar bo'lmasa, raisdan uni ham qo'shib tasdiqlab olsak. Chunki bar byudjet masalalari to'g'rilaga bilan maslahatlashgan holda bar pulni topadigan hokimda, hokimning mablag'ini biz qaror qabul qiladigan kengashmiz. Shuning uchun to'g'rilaga sizda e'tiroz yo'qmi? Qo'shib odob axloq komissiyasiga e'tiroz yo'q, hokimga e'tiroz. Sen boshqa tumanlarda ham, boshqa viloyatlarda ham surishtirib ko'rdim. Haqiqatan ham mana shu tartibda ketyapti. Ha? Yo'q, siz chaqirasiz, to'g'rimi? Demak, shunday taklif bo'lyapti. Odob axloq masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisligiga nomzodni biz sizlardan fikr so'raganmiz. Omurzoq Zafar nomzodi ilgari surilyapti, taklif qilinyapti. Oldin bo'lgan bu. Shu nomzodga nisbatan fikrlaringiz bormi? Yaxshi bo'ladi. Yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Agar e'tirozlar bo'lmasa, rais sifatida birato'la Zafarni raisligi hamda hokimda ikkita komissiya a'zoligiga birato'la tasdiqlab o'tsak, Gulzoda. Demak, ovozga qo'yaman, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Endi tuman hokimiga bo'ysunuvchi o'rinbosarlar, bo'lim boshlar hammasi mana shu odob axloq komissiyasida bo'ladi. Uni intizomiy chorasi bor, uni yurish-turish qoidalari bor. Mana shu masalalar. Hurmatli deputatlar, endi sessiya yakuni bo'yicha sessiya kotibining axborotini eshitamiz. Marhamat, sessiya kotibi axborot beradi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli kengash raisi. Bugungi Xalq deputatlari Zarbdor tuman kengashining 7-chaqiriq 21-sessiyasi belgilangan kun tartibi asosida deputatlarning kvorumi ta'minlangan holatda o'tkazildi. Sessiyada jami 20 nafar deputat va 18 nafar deputat ishtirok etdi. Shuningdek, tuman hokimi hamda uning o'rinbosarlari, bo'lim va tashkilot rahbarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, siyosiy partiyalar va jamoatchilik tashkilotlar vakillari
ommaviy axborot vositalari xodimlari qatnashdilar. Sessiya kun tartibida jami 10 ta masala